Diqqat, shoshilinch xabar. Prezident Shavkat Mirziyoyev hozirgina jo'nab ketgani aytilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun 29-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi Prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'anning taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan ushbu mamlakatga jo'nab ketdi. Bu haqida Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Anqara shahrida O'zbekiston va Turkiya yetakchilari oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashining 4-yig'ilishini o'tkazadi. Muzokaralarda O'zbekiston Turkiya keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini yanada kengaytirish masalalari diqqat markazida bo'ladi. Siyosiy muloqotni rivojlantirish, tovar ayirboshlashni oshirish, ustuvor iqtisodiy tarmoqlarda kooperatsiya loyihalarini ilgari surish hamda transport jihatidan o'zaro bog'liqlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, faol madaniy va gumanitar almashinuvlarni davom ettirish masalalari ham ko'rib chiqiladi. Xalqaro va mintaqaviy kun tartibining dolzarb jihatlari yuzasidan fikr almashiladi. Oliy darajadagi muzokaralar yakunida salmoqli hujjatlar to'plamini imzolash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari ikki mamlakat yetakchilari qator qo'shma tadbirlarda ishtirok etadi deyilgan xabarda.